hurmatli yigitlar. Bir to'y so'ndirim burusiz. Kirish mashinasi bilan qaytasizlar. Ana Beg'o'jon akamizning ko'z pichoq otlariga to'yxonadan yana bir gilam so'lim qo'shib berildi. Ana ko'z pichoq otiga Zoirbek polvonga to'yxonadan bir gilam so'lim qo'shib berildi. Qani ikkita gilam bir sarga so'lim berasiz. Ana to'y bilan burasiz. Kirish mashinasi bilan qaydasiz. Ko'pkarimizning 11-marra so'limlari davom etmoqda polvonlar. Ana Mo'g'oldi polvonlar dediga. Ana Cho'lponbek polvon mahkam bo'lay. Ana Mo'g'oldi polvonlar dediga. Ana maydondan chiqmaysizlar yigitlar. Maydondan chiqmay qaytaring. Ana bekor bo'lib ketadi so'lim. Aralığa kirmeyler polvonlar, bekor so'lim. Haydaring qolgan polvonlar kirmeyler, bekor so'lim. Qo'qon Zohbekka zvezani bergansiz. Haydanga qaytinglar, qolgan polvonlar, otliqlar kirmeyler, bekor bo'ladi so'lim. Ana endi cho'pilar yigitlar. Endi cho'pilar yigitlar. Turgan to'y bilan borasiz. Haydasiz kirish mashinasi. Ana Mo'g'oldi polvoni Zoirbek polvonga o'tdiroq. Ana Zoirbek polvon mahkam bo'ling, Mo'g'oldi polvoni. Ana Zoirbek polvon mahkam bo'ling. Zohidbek, zvezani olib berar ekansiz, Zohidbek. Tribunaning yoniga zvezani olib berar ekansiz. Ana Dumrod akamizdan Darmoyevga berar ekansiz. Ana aka yerda do'stlar, Qo'g'onlik Zoirbek polvondan daga qoldi. Ana pastga qaratuvchi bo'lsa yigitlar. To'y bilan borasiz. Kirish mashinasi bilan